Kelaver Ozodjon, hozirgi bizni ko'rsatadigan variantimiz nasib bo'lsa, yaxshigina joydan yaxshigina biznes varianti. Ushbu variantimizni yaqinlarimizga, puli bor odamlar nima qilishni bilmay yurgan aka-ukalarimizga tarqatishinglarni so'rab qolaman. Ayniqsa musofir yurtda yaxshigina daromad qilib, nima ish qilishni bilmay yurgan aka-ukalarimiz anchagina. Buxoro shahar markazidan Gulliver Pavorot Kanechkadan kelaverishda Chinarmal ro'parasidagi mana bu chiroyli ostanovkamizning orqa tomonida joylashgan ushbu moyka xizmati sotuvga qo'yilgan. Chiroyli mana shu moyka xizmati sotuvga qo'yilgan. Shu holatiga bir kun davomida kamiga 15-16 ta mashinani qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu ikkita boksga, mana bu ikkita boks xizmati, yo bo'lmasa mijozlarimiz uchun dam olish xonasi, keyingisi esa mana shu ishchilarimizni alohida o'zining xonasi mavjud. Ushbu obyektimiz zilyon zonaga ega, дополнительный mana bu boiler xizmati, mana bu issiq suv, yo bo'lmasa mana bu sovuq suv, gaz ham o'tgan. Endi svet haqida shahar markazida muammo yo'q biladi, ammo Gulliver Pavorot deb kelaverasiz, zilyon zonasi ham bor. O'na o'sha narsani ko'rsatgan, yaqindagina mana yangi kolodis ham qurib bitkazishgan. Sababi sizga zapasiga turadi. Sizga yaxshigina imkoniyat tavsiya qilyapmiz. Bo'lmasam ushbu moykamiz shunchalik daromad keltirsa, nima uchun egasi sotyapti degan gaplarni qilishinglar mumkin. Egalari mana shu uy-joyga nimasi ehtiyojlari bor ekan. Uy-joy bilan endi sotib olish, mana shu yashash sharoitlarini shahar markazida yaratmoqchi ekanlar, o'sha uchun sotyapman degan gapni. Yaxshigina hozirda ham daromad keltiryapti sizga. Lekin shu holatiga mana shu joyni ko'rsatsam, auksionga qoldirilgan yer maydoni, mana shu joyimizda agar siz imkoniyatingiz bo'lsa auksionga yutib olib, shina montaj xizmatini boshlasangiz, mana bu parkovka xizmati ham adashmasam 200 kvadratga atrofida parkovka xizmati bor. Bu moyka xizmatini yer maydoni esa 100 kvadrat. Narxini esa chiroyli, mana shu 45 ming AQSh dollarida so'radilar. Aka dedim, sotilishini ayting menga. Oxiri 40 ga beraman, undan pastiga bermayman degan gapni qildilar. Raqamlarni qo'yib beraman. 40 ming AQSh dollarida baholab qo'ydik. Bu yo'g'i sizning imkoniyatingiz, sizni lavzingizga bog'liq, sizni savdoyingizga bog'liq. Savdolashib, maza qilib mana shu joyni gullatib, yashnatib, qaytib jonlantirish sizning qo'lingizda. Shu holatiga naves xizmatini qilsangiz, mazagina sharoit bo'ladi. Shahar markazidan joy so'rab yurishadi. 1 sotuq, 2 sotuq yer maydoni so'rab yurishadi. Sizga tayyor biznesi bilan taklif qilyapmiz. Sizga yetkazib bera olmagan ma'lumot uchun albatta raqamlarni qo'yib beraman, o'zlaringiz raqamlarga chiqib, egasi juda ham yaxshi odam. Barakasini qilib, shu holatiga maza qilib, daromadni egasi bo'lish imkoniyati sizga. Yaqinlaringizga tarqating, puli bor akalaringizga jo'natib qo'ying, nima qilishni bilmay yurgan. Shu holatiga pulni tikib qo'yib, maza qilib daromad qilinadigan joy sizga. Ayniqsa hozir sezonimiz boshlandi, bu yo'g'i o'zingiz bilasiz, endi mashina xizmatiga, mana shu tex xizmatiga nima ko'payadi, talab ko'payadi. Mana sizga shahar markazidan bunaqangi gavjum joyda bunaqangi variant chiqishi qiyin albatta. Yaqinlaringizga tarqating, like bosishdan chiqmasin. Salomat bo'ling.